Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, mahalladoshlar. Kunlaringiz xayrli bo'lsin. Hammangizga ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin. Bugun yana bir murojaat bilan chiqib turibman. Bu murojaatim bo'ladi toza hudud xodimlarına, ya'ni Musur idora tashkilotlarına bo'ladi. Bizlarning Bog'ot tuman Qorabog' mahallasi ko'chalarına Musur mashinalarining kelmaganda pashti 1,5-2 oydan o'tib ketdi. Odamlarning eshik oldilarına doğrusu musurlari uyilib ketdi. Şunu iltimos qilib qolardik, shu Musur idora tashkilotlarına shu ko'chalarimizga kelib, shu musurlarni olib ketishlarini uchun xalq sizlarga oldindan pulini to'lab o'tiribdi. Musur uchun oldindan pulini olib turibsizlar. Pulini olgandan keyin sizlar ham doğrusu bu yerni bajarib qo'yishlaringiz kerak. Xalq yemagan somsasini pul to'lamaydi. Shuning uchun kelib, ko'chalarga kelib shu musurlarni olib ketishlaringizni so'rab qolamiz. Shahar ko'chalarına doğrusu her gün borasizlar shaharga. Şəhərdagilar adamdan, qishloqdagilar adam emasman. Yo'q, qishloqdagilardan musur chiqmayman eshik oldindan. Doğrusu qayta shaharga qaraganda qishloqdan musur ko'p chiqadi. Shuning uchun ko'chalarga kelib musurlarni olib ketishlaringizni so'raymiz. Avval yaxshi gazni bahana qildingizlar, boshqa qildingizlar. Hozir hamma yoqda gaz ishlab turibdi. Agar gaz ilk bo'lgan taqdirda ham idora tashkilotlarına gaz berib turdi. Gazni bahana qilib bo'lmaydi. Bu sizlarning problemalaringiz o'zlaringizning. Gaz yo'q bo'lsa, salarga solib kelinglar yo benzinda kelinglar. Xalq solib haydab o'tdi-ku, masalan, gaz yo'q vaqtida shu mashinani garajga tiqib qo'ygani yo'q. Kishisidan 12 ming so'mdan zarar bo'lsam shu benzin solib o'zini kerak bo'lgan mashin kerak bo'lgani uchun haydab o'tdi zarar uchun. Shuning uchun sizlar ham kerak bo'lsa benzinda kelinglar yo salarkada kelinglar. Boshqa qilinglar. Bu sizlarning problemalaringiz. Lekin ko'chalarga kelib, hech bo'lmasa haftada 2 marta kelishlaringiz kerak. Xalq yemagan somsasini pul to'lab o'tiribdi. Ko'chadan olib ketgan musullarimiz yo'q, boshqasi yo'q. Lekin pul to'lab o'tiribdilar. Xalq ham yerdan sifirib olib o'tirgani yo'q pulni. Shuning uchun sizlardan iltimos, kelib ko'chalardan musullarni olib, shu ko'chalarni toza qilib ketishlaringizni so'raymiz. Hozir musulni tashag'ida, doğrusu maydonga chiqib tashag'ida yerning o'zi yo'q. Maydonga chiqarib tashiman desang ham darrov ekologiya keladi degan atti kellasini ishtirobda bosadi. Ikki taraflama u xalqning o'zi jabr u. Doğrusu azoblab turibdilar xalqni ikki taraflama. Shuning uchun kelib musullarni olib ketishlaringizni so'rab qolamiz. Şu videonu maksimal derecede tarqatib tashiymiz. Xudo yeni.